Kelinchagimga paramachi tayyorlashni o'rgatdim. Sizga ham retseptni tayyorlab ko'rsatdim. Jami 30 dona chiqdi. 700 gram issiq sut, tuz, shakar, dro'ja, eritilgan 100 gram sariyog', bitta tuxumni solib aralashtirib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Juda ham yumshoq bo'lib ketmasin. Xamir oshguncha qiymasini tayyorlaymiz. Go'sht, piyozni 2 marta мясорубкаdan o'tkazib, tuz, murch solib aralashtiramiz. Yarim soatda xamir ham tayyor. Zuvalachalarni yasab olamiz. 30 dona bir xil razmerda zuvalachalarni yasab, ustini strech bilan yopib, yana 10 daqiqa oshirib olamiz. Singan xamirni olib yoyamiz. Yoyayotganda iloji boricha chetlarini bosib, o'rtasini qalinroq qoldiramiz. 2 marta go'sht maydalagichdan o'tkazilgan qiymamizni solib, chetlarini bo'kamiz. Pishirishdan oldin yana 5-10 daqiqa tindirib olamiz. Qozonga o'simlik yog'i quyamiz, qattiq qizdirib yubormaymiz. Yog' kesayotganda go'sht tarafini solamiz, keyin esa aylantiramiz. Pastroq olovda pishirsanglar, usti xrustlashi, qarsildor, ichi esa yumshoqqina bo'lib chiqadi. Aylantirgan paramachlarimiz ichiga qizigan yog'dan quyib pishiramiz. 100% ishonch bilan ayta olaman, uyingizda pishirsanglar, ko'chanikidan 1000 marotaba mazali bo'ladi. Yozning jazirama issiq kunida muzdekkina Mojito fresh achaqva bilan yana ham zo'r ketadi. Resept tayyor, yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, mehringiz isbot yurakchani bosib qo'yishni unutmang.